Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz byudjet tashkilotlari buxgalteriya hisob fanidan quyidagi mavzu bo'yicha fikr almashamiz. Ya'ni mavzuyimiz byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tartibga solishning qonunchilik tizimi haqida gaplashamiz. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining qat'iy qonunchilik tizimi bu mazkur omilni shunday izohlash mumkinki, byudjet tashkilotlarining zimmalariga yuklatilgan vazifalarni bajarishlari bilan bog'liq faoliyatlari davlat tomonidan qat'iy tizimlashtirilganligi yoki byudjet tashkilotining har bir qadami qat'iy qonunchilik bilan tartibga solinganligidir. Jumladan, byudjetdan mablag' bilan ta'minlash tartibi, ish haqi fondini tashkil qilinishi va sarflanishi, byudjetdan tashqari mablag'lar jamg'armasini tashkil qilish, ularning me'yorlari va sarflash yo'nalishlari, o'zlariga biriktirilgan mol-mulklardan foydalanish maqsadi, tartibi va boshqalarni har birini aniq qonunchilik bilan belgilanganligidir. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3-sentyabrdagi byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 414-sonli qaroriga muvofiq byudjet tashkilotlarini byudjetdan mablag' bilan ta'minlash tartibi belgilab berilgan. Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 8-apreldagi 102-son davlat mulkini ijaraga berish tartibini yana takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq byudjet tashkilotlarining asosiy vazifalari bu davlat mulkini ijaraga berish, markazlari ishtirokida ijaraga berilish lozimligi tushgan mablag'lar esa tegishli byudjet ushbu markaz va byudjet tashkiloti o'rtasida mazkur qaror bilan belgilangan tartibda taqsimlanishi nazarda tutilgan va hokazo. Albatta, bularning hammasi byudjet tashkilotlari tomonidan tuziladigan moliyaviy hisobotlarda mazkur qonunchilik ijrosini nazorat qilish uchun kerakli axborotlar mavjud bo'lishi shartligi zarur qilib qo'yadi. Shuningdek, buxgalteriya hisobini yuritishda ham o'z aksini topadi. Qat'iy rejalashtirish smeta, demak, ma'lumki byudjet tashkilotlarining byudjetdan mablag' bilan ta'minlash, ularning byudjetdan tashqari daromadlari va xarajatlari, shuningdek mazkur mablag'lardan foydalanish qat'iy rejalashtirilgan holda tuzilgan xarajatlar smetasi asosida amalga oshiriladi. Bu esa buxgalteriya hisobining asosiy funksiyalaridan biri bo'lgan nazorat yordamida byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining oldiga mazkur xarajatlar smetasi ijrosini nazorat qilish vazifasini yuklaydi. Bundan tashqari, byudjet tashkilotlari tomonidan tuzilayotgan hisobotlarga byudjet tashkilotining kelasi moliya yili uchun byudjetdan mablag'lar rejalashtirishda zarur bo'ladigan moliyaviy axborotlar olish imkonini beruvchi ma'lumotlarni berish vazifasini ham yuklaydi. Byudjet tasnifi rejalashtirish bilan bog'lab hisob yuritish. Mazkur omil shuni anglatadiki, byudjet tashkilotlari tomonidan buxgalteriya hisobini yuritish, hisobotlarni tuzish qat'iy ravishda byudjet tasnifiga bog'langan holda olib borilishi lozim. Aks holda byudjet ijrosi ma'lumotlarini dastlabki rejalashtirish smeta ko'rsatkichlari bilan solishtirish imkoni yo'qoladi. Shuning uchun ham byudjet tashkilotlari tomonidan byudjet hamda byudjetdan tashqari mablag'lar ijrosi jarayonida byudjet tasnifi albatta qo'llaniladi. Shuningdek, ko'pgina hisobotlar shakllarida byudjet tasnifi albatta aks ettirilgan. Bu mavzu bo'yicha mana shularni demak qayd etib o'tdik. Albatta, e'tiboringiz uchun o'zimizni tashakkurimizni bildirib qolamiz.